Devorimiz tekismas. Mana bunaqa mikro tresheni, ishlaklarimiz bor. Devorimiz ideal darajada silliqna. Decoforte mahsuloti devorning mayda kamchiliklarini yopar ekan, hozir shuni eksperiment qilib ko'ramiz. Dekort bo'yoqlarining to'q ranglariga 5% gacha suv qo'shiladi. Bo'yoqlarni aralashtirish uchun maxsus anjom hamda qopqoqlarni ochish uchun maxsus moslamalar ham bor. Bulardan tashqari 60 xildan ortiq instrumentlari bor. Sifatli mahsulotni sifatli instrumentda ishlaydi. Bu emulsiyani menga yopuvchanligi yoqyapti. Unchalik tekis bo'lmagan devorimizda shunchalik effekt beryapti. Ham bir marta bo'yaganda ko'rayotgan bo'lsangiz, seri rang ustidan to'liq yopib ketyapti. Menga ma'qul. Nimasi ma'qul? Yaxshi yopishi, sifatli ko'rinish berishi. Yon tarafdan qaraganda xuddi bir aslendek bo'yoqqa o'xshab tovlanishlari ham bor ekan va mayda-chuyda kamchiliklarni ham yopib ketyapti. Uyni tokil qismiga ham ishlatsa bo'ladi. Negaki bu suvga ham chidamli, ham elastik qoplama bo'lgani uchun bemalol sokil qismlariga ham ishlatsak bo'lar ekan. Devorimiz mana tayyor holatga keldi. Shunaqangi notekis devorga 1 kvadrat metriga 70 millilitrdan sarflandi. Emulsiyamizni ishlatish juda ham oson ekan. Men hozir o'zim ishlatib buni guvohi bo'ldim. Agar o'zingiz ijodkor inson bo'lsangiz, bemalol olib ofis yoki uylaringizga, xonadonlaringizga o'zingiz foydalansangiz bo'laveradi. Sifatli mahsulot xohlasangiz, sizga Dekort mahsulotlarini taklif qilaman.